o'zingiz BMW haydayotganmi demay точно siz ikkinchi xotinsiz. Bilib qoldingiz. Bilib qoldingiz. Folbinmisiz deyman yo vangammisiz? Yo'q, siz ko'rpacha gulsiz. Erim BMWsi bo'lsa nima qilibdi? Erim men bittagina shari, zaksi, nikohi, ishqilib hamma narsasi bo'lganda birinchisi. Mana oldimdagi boshqa qizlar bilan gaplashganlar kim gaplashmaydi? Kim gaplashmaydi? Hamma gaplashadi. Bu BMW bo'lgani nima qilibdi? Pulga osilgansan nima qilchisiz deya o'zingizcha. Kulchap-chapam. Men erim bilan avtobusda ham yurganman, peshkom 15 kilometrlab ham yurganman, metroda ham yurganman, vaqtida taksida ham yurganman. Bu BMWga erishguncha biz nimalarni boshdan kechirmaganmiz. Bitta nonga bor yo'g'i pulimiz bo'lardi gohida. Siz tangani bir tarafini ko'rmayman, bu ongga ishlatsangiz tangani ikkinchi tarafini ham ko'rasiz-ki. Faqat uning uchun farosat kerak-da. Haqiqiy sevgi bor. Erimni 20 yildan beri har ko'rganimda yuragim urib ketadi. Buni o'qib kulgim keldi. O'zi hamma qizlarda shunaqa bir yibanskiy period bo'ladi, e'tibor bermanglar. Sizga yigitingiz dardini aytib bersa, nolisa, kambag'alski, bechara qilib o'zini ko'rsatsa, siz rahmingiz kelib, uni battar sevib qolishni boshlaysiz. Voy, bu menga ishonar ekan, dardini aytar ekan. Chin sevgi bizaniki toza qishmasiz. No нет, девочки, bu sizlarga nafik kerak emas. Uni oldinglardan tashavvuringlar. Ishoninglar, просто nafik kerak emas u sizlarga. Sizni oldingizda hayoti enasini kirib ketayotgan bo'lsa ham, ya mujik, ya spravlyus, men eplayman deb turadigan odam kerak. Buni hozir bu yosh, ishi yurishib ketsa, zo'r bo'lib ketadi, boshqacha bo'lib ketadi deb oqlashinglar shart emas. Bola boshidan, ya'ni hozirdan sizga nolayotgan bo'lsa, o'zini bechoradek ko'rsatib, 40 yoshida ham shunaqa nolaydigan erkak bo'ladi. Tipa adasi charchadim desangiz agar, "Voy, men nima qildim, sendan ko'proq nimadir qildim" deb o'zini dardini aytib, sizga yana Короче, yebanskiy, unaqalar kerak emas. Sizni oldingizda kuchli erkak kerak, nitek emas, yo'qoting buni. Chorasizlik nima bilasizmi? Pulsizlik, uysizlik, даже ersizlik ham emas. Bugun yo'qotgan pulingizni ertaga topasiz. Uyingiz yo'q bo'lsa olasiz bir kun kelib. Ersiz bo'lsangiz erga ham tegasiz, ajrashgan bo'lsangiz yana tegasiz, topiladi. Lekin chorasizlik bu siz farzandlaringiz bilan sinalishingiz, olib keta olmashingiz, shuncha yil ishonib bir yostiqqa qo'ygan eringiz bolalaringiz bilan tahdid qilishi, shu chorasizlik. Na keta olasiz, na qola olasiz. Xuddi asirga o'xshab yashaysiz. Farzandlar bu ikki tarafniki. Dadaniki ham, onaniki ham. Shuning uchun faqat otaning haqqi yo'q. Onaning ko'proq haqqi bor. Lekin buni ba'zi insonlar tushunmas ekan. Charchadim. Men charchadim o'sha. Farzandlarimni olib keta olmaganimdan keyin, menga berilmaganidan keyin Instagramda, TikTokda, Telegramda, WhatsAppda menga ham kerak yo'q. O'z faoliyatimni to'xtatyapman. Chunki charchadim. O'zimni zo'rlashdan, o'zimni xursand ko'rsatishdan charchadim. Hech kim menga ulashishini xohlamayman ortiq. Qarang ona yaqinlarim, dilimni vayron qildi, ishonchimni o'ldirib, ko'nglimni sarson qildi. Menga nima qilyapsiz deb yozmanglar. Ertalab ham bola qaravanman, kechqurun ham bola qaravanman, 24 soat bola qaravanman. Bola qarab oyoq uchida yurishi, ovozsiz imo ishora bilan gaplashishi,
uyqusizlikdan o'lmaslikda va ichki xotirjamlik qanaqa bo'lishini o'rgandim, to'g'risi. Figura haqida unutishni, faqat bolani tushunishi, bitta kichkinagina, bundaygina bir nimjon narsa butun bir boshli uydagi odamlar hammasini boshqara olishini o'rgandim. Mendan so'ramanglar nima qilyapsiz deb, men bola qaravanman. Yaqin 2 yil ichida bo'shamayman, tinmasdan bola qarayman. Boshqa savollar kerak emas. Opa yoshingiz ko'p ekan, ko'zlaringiz g'ilay qilmay yarashmayapti. Mana qilsamchi? Ilmimni qilsamchi? Prosta g'ilay qilmasam, mana qilib tursamchi? Qaysi versiya yaxshi asarim? Uylangan erkaklar bilan shunaqa tipdagi qizlar gaplasha oladi. Которые вот foydalanib, sevib qolmay, dalshi отношение uziladigan bo'lsa, umuman hech qanaqa bir emotsiyani his qilmaydigan qizlar. Real faqat pul uchun gaplasha oladigan qizlar gaplasha oladi. No, mendagi qizlar emas. Men juda ham tez insonga o'rganib qolaman. Bukvalni 2-3 kun yetarli-da menga gaplashish, odamga o'rganib qolishga, odam yoqtirib qolishga. Shunaqa men o'rganib qolsam, keyin qo'yib yuborishim juda ham qiyin. O'shaning uchun mendagi qizlar gaplasha olmaydi uylangan erkaklar bilan. Chunki ko'p erkaklarga po'xo'yda, chunki sizlarning emotsiyalar bilan ularning ishi yo'q, chunki ular sizlarni sevmaydi. Prosta gaplashadi, foydalanadiganda foydalanadi, sho, ketadi, bo'ldi. O'shaning uchun uylangan erkaklar bilan gaplasha oladigan qizlarning ham o'zining tipaji bor. Shunga ham qarash kerak. Erim buvisi bilan gaplashyapti ekan, u yerga degan chiroyli homilador, nima qilsam ekan, asablarim tugadi. Ayb sizda. Ushab qola olmagansiz. Erni boshqarish ayollarning qo'lida degan psixologlarning gaplarini eshitmaysizmi? Talog'ini berib oling. Talog'ini bering. Arzimaydi. Bitta chichgan kutgani chichadi. O'shaning uchun aybsizdaligini tan olib, eringiz oyog'iga o'tirib kechirim so'rang. Nima qilsam siz o'zimga qarata olmayman deb hozirgi psixologlar O'zbekistondagilar aytayotgan gapiga qarab, oilaning mas'uliyati faqat ayol kishining bo'ynida. O'shaning uchun qisib yashang siz ham. Erim 95lar, meniki 26man. Menga ham yurini yondirib yuboradiganini ayting. O'zi yaxshi ko'radilar, endi hayron qolsinlar. Eshiting unda Gulbadanim. Sizning muhabbatingiz men hayotimdagi yagona olov. Uni hech kim, hech qachon o'chira olmaydi. Bu olovni siz yoqqansiz va bu olov siz bilan birga bo'ladi. Demak, mana shu savol rubrikamni bir 70% qaynanalarni mana shu gapi belgilab jadval qilib bersin, qachon nimalar bo'lishligini. Qaynanamga uyga boraman desam, o'ynashingni ko'rganimi deydi. Siz uyingizga borganingizda o'ynashingizni ko'rib kelarmidingiz? Каждый судит по себе demadingizmi? Nima degan gap? Qanaqa qilib og'izligiga kelgan gapni qaytarmay o'g'lini xotiniga, rafiqasiga shunaqa betarbiya gaplarni gapiraverishadi. Yana nimadir gap qaytarsangiz betga chopar deydi. Bu to'g'ri gapmi? Sizni sha'ningizga nisbatan haqorat-ku bu. Men yigitim bilan bir yildan beri gaplashamiz, lekin hali uchrashmaganmiz. U meni sevarmikin? Shunaqa narsa bir yaqinda Instagramda ko'rib qoldim. Bitta yigit bitta qiz bilan sevishar ekanda, bir yil davomida. Keyin bilsa u sun'iy intellekt ekan. U qiz bolaman deb aldab, bitta yigit xullas aldab yurib, uni anchagan pul undirgan ekan. Endi siz holatingizda jonim, bir yil ko'rmasdan turib gaplashib sevish o'zi bu ahmoqgarchilik. Keyin ko'rishganingizdan keyin kim kafolat beradi? U priyatniy odamligiga, uni ko'rganda "Vau" deydiganligiga va ko'rganda dersiz. Shuning ko'rmasdan turib, odamni bir hidini bilmasdan turib gaplashmaylar. Bir haftalik kelgandim, siz menga boshidan yoqmagandingiz deyishganida. Voy, men juda bir o'lib qovatuvdim, sizlarni yoqtirib desangizda. Yoqtirganini kelin qilsin edi. Hamma balandorlarga osilib ko'rishadi, o'tlar qiz bermaydi deb bitta joyga borib olib, yalinib birovni qiz qilib, ular guldek qizini bersa, menga yoqmagan edingiz, boshidan quritishim kerak edi deydi.
Xursand bo'l, Sandakalarni oilasiga qiz berishayotganiga desangizda. 2011 man. Lekin bor bittasini yaxshi ko'raman. Mundoq qilasizda, o'quncha qilasizda, salim. Xudo xolasa 14 ga kirasiz. Maktabingizni tugatasiz, 18 ga kirasiz. Yana mundoq qilasizda, institutga kirasiz. O'shandan keyin bittasini yaxshi ko'rsangiz sizga yarashadi. Hozir buq bormi? Hozir fizikani o'rganing, matematikani, tarixni o'rganing. Onalaringiz biron bir kasb egasi bo'lishga harakat qiling. 14 yoshimdaman, ishoning, ko'ttimma qiz fizikani o'rganganman. Chunki fizik o'qituvchimizdan juda qo'rqardim. Hoppa, dugonam yigit 2010, dugonam o'zi 2011. Bunga qanaqa qaraysiz? Yoshligim, beg'ubor yoshligim, sho'xligi beozor, qolgani esimda yo'q. Qanaqa qilardim? Детский sevgi o'tib ketadi, o'ylamang. Tavba qildim, biron kun shu gapni aytaman deb o'ylamagandim, lekin mana shunaqa kunlarga ham keldik. Qaynonam meni so'kadi, erimga yomonlaydi deb siz xursand bo'ling. Qizlar, men o'ylamagandim bunaqa deyman deb. Xursand bo'linglar. Agar qaynonanglar shunaqa bo'lsa xursand bo'linglar, chunki yomon bo'lsa ham mard yomon ekanda, mushuk ekanda, ya'ni kartani ochiqchasiga o'ynar ekan. Pismiq qaynonalardan Xudo asrasin. Yuzingizga, "Qizim, siz menga kelinmassiz, siz meni qizimsiz." qilib Batmandan bo'lganga o'xshab, pismiqqa o'xshab, orqangizdan mashincha bo'qib pishiradi. Siz hozir men bu yomon qaynonangizdan nima kutishni bilasiz-da? Hozir erim kelsa, "Naqa deb yomonlaydi primerna yoki menga mana bunaqa qilishi mumkin" deb nima kutishni bilasiz. Ani pismiqdan nima kutishni bilmaysiz. U shaytonga ham dars beradi. U sizni eringizga yomonlamaydi. U primoy borib folbonga borib sizni o'qitadi. Primoy oilalarini buzib tashlaydi. Enasinikiga tiqadi, короче. Ammalari yordam beradi unga, anu. Eringizni ammalari, ko'tkuyarlar. To'yimni to'ra bo'ldi, erim bilan qo'shila olmaymiz, hali ham qiz bolaman, ayb sanda deb gapiradi erim, deb yozibsiz. 4 oy bo'lgan bo'lsa, to'yliga hali ham seks qilmagan bo'lsangiz, naxi o'zi erga tegib uylandinglar, o'zi erga tegish uylanishi sel, обязательно ochilish kerak. Обязательно baby bo'lish kerak, shunaqa-ku. Sel bo'ladi-da, o'sha ochilgandan keyin tushunasizlar. Endi 4 oydan keyin eri sizni sika olmayotgan bo'lsa, qizligingizni ololmayotgan bo'lsa, sanda ayblayotgan bo'lsa, "Voy adasi, mandami ayb" deb shuni to'nqayib sizni qo'tog'i turmay sika olmayotganini shunda ko'tini to'nqaytirib, shu ko'tigibdi uzunibdi, bir nimani tiqib, g'arsh qilib 1-2 marta ko'tigimni sikib qo'ysangiz, qo'tog avtomatik turadi, keyin siz sikadi. Asalim, menimcha sal takoy moyligi bordir asalim eringizda. Boshqachasini bilmayman endi. Opa, faqat qaynonalar haqida gapirasiz. Biz qaynopalar haqida ham gapiring, qara, bezrayib olganini qara. Boshda to'y o'tgandan keyin bir 3 kuncha kelinni hurmat qiladi qaynopa. O'sha paytda bu dalboyib kelin ham qaynopam juda ham yaxshi, mehrigo'yo qaynopam. Ey Allohim, o'zingga ming shukrlar bo'lsin menga shunaqa qaynopa, qaynana, qaynaka, qaynakalarni berganing uchun. Deydi 3 kundan keyin boshlanadi. Qaynopalar bir o'zini kelinga teng dalboyob. Onasi nima desa aytganini qiladigan erkaklarga maslahatingiz, masalan, ajrash uyga borib tashlatsa, olib borib tashlaydigan. Men bunaqa erkakga nima maslahat beraman? Buni nima erkak deyishim kerak? U oyisini qizi. Haqiqiy erkak stolga qo'lini bitta uradi, meni aytganim bo'ladi. Bu meni xotinim, bu meni onam. Murosa qilasizlar, yashaysizlar, meni boshimni og'ritmaysizlar. Meni vazifam sizlarni ta'minlab qo'yish, sizlarni boshimda olib yurish, xalajiningni to'ldirib, sizlarni usti boshingizga qarab, yaxshi natijalarga erishib, uy-joy, mashinalar qilish. Men bu yerda xotinlarning xolasi bo'lib, etaginglarda oyimning og'ziga, xotinimning og'ziga qarab o'tira olmayman deyish kerak. Mani erim hayotda men nima deyapman, oyijon nima deyaptilar, eshitmaylar ham bor-ku. O'zinglarni yig'ishtiringlar bo'ldi, meni ko'chada ishim bor, bo'pti deylar, chiqib ketadilar. Bizani mana shu yaxshi yashatish harakatini qiladilar. Xotinlarning xolasi bo'lib, eshitib o'tirmay hammani. Unashtirgan yigitdan вообще yo'qmi ketyapti. Shunaqa qizg'anchiqki, nima maslahat berasiz? Etingni ochun qizg'anchiq qasalim. Ha, siz o'ta go'zal bo'lishingiz mumkin. Juda ham yaxshi qiz bo'lishingiz mumkin. Ko'rganda vau deydigan darajada ko'zga tashlanadigan qiz bo'lsangiz, shunaqa qizg'anchiqlik qiladi. Demak, bu bola o'ziga unaqa uverni emas, o'ziga ishonmaydi, o'ziga samotsankasi past. Masa qilib yashamaysiz, qizg'ansin, alam qilsin.
ayol kishi ko'p yig'laydi. Ayol kishi shunaqa yaratilgan. Lekin yig'lashning ham qoidasi bor, bilasizlarmi? Nohaqlik bo'lganda o'sha odamga borib dardinglarni, ichinglardagi gapni aytolmagan paytinglarda xayolinglarda o'sha odamga aytib hamma narsani yuziga gapirib yig'langlar. Balki odam sizlarning aytgan gapinglarni eshitmas. Lekin Xudo eshitadi. Xudo eshitadi. Sen supurmasang, onang kelib supursin hovlini. Shu uyda yashasang, ishlashga majbursan. Qaranglar-da, mana shu xizmat, supurish, ovqat qilish, uy yig'ishtirish arzimagan narsalar. Bu ishlarni ota-onamiz uyida ham qilib o'tiramiz. Lekin mana shu zabonni shirin qilish kerak-da. Bolajonim, men suv sepib tashlayman, shundoq supurib tashlang. Bolajonim, kartoshka artib tashlayman. Keling birga ovqat qilib tashlaylik. Keling birga mamdaqa qilib tashlaylik deb zabonni shirin qilib o'shani ishga solsa bo'ladi. Onang kelib supursin degandan keyin kim supuradi? Xizmatkorsan, qulsan, qilishing kerak, men qaynanaman degandan keyin hech kim bo'ysunmaydi. Mana bu zabonni shirin qilib yo'l yo'rig'izga solsangiz bo'ladi. Mehnatdan hech kim o'lmagan, hech qaysimiz mehnatdan qochmaymiz. Mana shu tilingizni shirin qiling. Bolam, bo'tam deng. Qizimdek ko'raman deb kelin qilasizlar. Yo'q, qizingizdek ko'ring. Qizingizga mana shunaqa muomala qilasizmi? Hayotda qilmaysiz. Oppa yigitdan qanday gul, pul, sovg'alar olishni o'rgating. Men ham bilmasdim. 30 yoshimgacha keyin bildim. Akasi gapirib borish kerak ekan. Ha, gulni ko'rib olsim deysan. Ha, oling deysiz. Ha, shokoladni ko'rib olsim deysiz. Ha, oling deysiz. Ertaga salonga borishim kerak, 400 bering deysiz. Mana shunaqa. Faqat gapirib. Chunki ko'pchilik hozir tormiz. Tebranmas. Tebratib olasiz. Variant net. Qaynotam menga pul kerak desam, masaj qilib qo'yaymi, keyin pul beraman deyuradi. Erimga qanday aytay? Men shu qaynatalarning yomon ko'z bilan qarashiga ishonmasdim, chunki meni oilamda bunaqa narsalar bo'lmagani uchun oxirgi payt men masalan shu ayollar, ya'ni kelinlar auditoriyasini yurg'izaman. Bir 10% qaynisi sevib qolgan, qaynota sevib qolgan, intim hayoti taklif qilgan, pastel taklif qilgan. Alo, bu kelin, bu o'g'linglarni ayoli, bu sizni qizingiz, mahramingiz bu sizni. Ani ukasini xotinisini sevib qolayotgan ayrim qo'shtirnoq erkak ichidagi lattalar. Bu ukangizni xotini, bu sizni keningiz, bu jiyanlaringizni onasi, bu ukangizni xotini. Qattan uyinglardagi kelinga yomon ko'z bilan qarayapsizlar. Bu nimani zehniyati? Даже hayvon o'zini jigarini xotiniga yaqinlik qilmaydi. Hayvon so'ziga ham boru arzimaysizlar. Men juda ko'p eshitibman bu narsani. Mazam bo'lmadi. Issig'imni o'lchasam 37,5 ekan. Bitta dori ishtimda turib chaqalog'imga qarab, yana joyimga yotdim. Gradusnikda olib qo'yib qo'ydim issig'imni o'lchash uchun. Chaqalog'im yig'ladi. O'rnimdan turdim, qaradim. Kiyimini alishtirdim, ovqatlantirdim. Sal holsiz edim, lekin chaqalog'im uchun turishga majbur bo'ldim. Men bo'lmasam, men yotib qolsam kim qaraydi dedim. Kuni bilan ishlarimni qilib yurib yana holsizlandim. Kecha qolib ketgan gradusnik joyimda yotgan ekan. Olib qarasam 40 dan oshgan ekan issig'im. Turib bolamga qaragan paytim. O'sha payt onam esimga keldi. Onam, onam. Uçurtmam tel örgülere takıldı. Hani benim gençlik. Oppa uydagilar meni ko'nglimga qaramasdan boshqa yo'naltirishmoqchi. Meni ko'nglimda boshqasi bor deb siz jonimizdan o'sha ko'nglingizdagi inson harakat qilmayapti. Harakat qilsin, kurashsin, siz uchun uyiga jo'natsin, boshqa qilsin. Agar unaqa ish qilmayotgan bo'lsa, prosta siz oyingizga, adingizga men uni sevaman deb yurgan bo'lsangiz, lekin u bolada hech qanaqa darak bo'lmasa, вообще afsuslanmang. To'g'risiga. Nima qilasizda? Ota-ona sizga yaxshisini ravo ko'ryapti, sizga yaxshi bo'lsin deyapti. Shundan o'zi ma'lum. Sizni yaxshi ko'rgan inson davno boshqa yo'nalishtirguncha og'zini ochib o'tirmasdi. По-любому harakat qilardi. Agar hozir siz menga yo'q, u menga jo'natgan yoki ota-onam ko'nmagan degan taqdiringiz ham 50 ming marta borish kerak edi. To'g'risi gap. Hammani g'ibatidan charchadim. Qayerdan topib gapirishadi yo'q narsani. Voy, begonalarni siz bilan ishi yo'q, o'rgili. Ular o'zining qarindoshlarini chaynash bilan ovora. Hamma g'ibat, amma xola, amaki kinayi, hamma deb qarindoshlardan chiqadi. Ishonavering. Ota tarafingizga bir yig'in bo'lganda borasiz-ku.
ammalaringiz, keynaylaringiz hammasi bir joyda o'tirgan bo'ladi-yu, o'sha payt shunday oldidan o'tib ketasiz, ana o'sha poklash yo'lagi. Jannatga tushgunizcha g'iybat qilishadi. Shunaqa poklab yorishadi. Begona chiqazmaydi saqingizdagi unaqa gaplarni. Begonani ishi yo'q, begonani vaqti yo'q, begona o'zinikidan ortmaydi. Hammasini qarindoshlar chiqazadi. Eng bo'lmag'or gaplarni ham, tuhmatlarni ham bir gapga 10 barobar qilib ko'paytirishi ham imminda qarindoshlar chiqaradi. Begonadan chiqmaydi bunday gaplar. Qaynonam 2 qatligimni eshitib, men ham tug'aman unda degan. Eplasangiz samolyotga yetib olay, oy jonim demadingizmi?